Bugun Koreyada qanaqa qilib aydollarni soch stiliga ega bo'lganim haqida aytib beraman. Koreyada ko'p aydollar shunaqa soch stilida yurishadi va men ham juda ham xohlardim shunaqa sochga ega bo'lishni. Nihoyat qo'li gul soch masterini salonini topdim. Qarasam 2026-yil allaqachon boshlangan. Men esa hali ham soch stilimni o'zgartirganim yo'q. O'zingni o'zgartirmoqchi bo'lsang, avval stilingni o'zgartir degan motivatsiya bilan tavakkal shu katta jingalak aydollarni soch stilini sinab ko'rishga qaror qildim. Sochimni buzib qo'ysa nima qilaman degan xavotirda o'tirgandim, lekin bir necha soatdan keyin rezultatini ko'rib, umuman afsuslanmadim. Master sochimni juda ehtiyotkorlik bilan avaylab zarar yetkazmasdan men kutganimdan ham a'lo darajada chiroyli qilib berdi. Koreyadagilar bilishadi, yaxshi soch va meyk-up masterini topish qiyinligini. Odam ухоженный, chiroyli ko'rinishi uchun soch turmagi katta rol o'ynaydi deb o'ylayman. Buni metroda ham his qildim. Koreyslar mendan ko'zini uzmasdan hattoki oldimga kelib, "혹시 일본 유튜버나 연예인 아니신가요?" ya'ni yaponiyalik youtuber yoki mashhur emasmisan deb so'rashdi. Bunaqa komplimentlarni egasi albatta koreys master. O'z ishini a'lo darajada uddalabdiki, kun bo'yi komplimentlar eshitib yorqin kayfiyatda yurdim. Ko'chani sovuqligi va charchaganim ham bilinmadi. Videoni oxirida to'liq rezultatini ko'rishinglar mumkin. Videoni erinmasdan oxirigacha ko'rganlarga katta rahmat.